baraka bersin. Tencerini sog' bo'lsin. Iloyim yasagan darvozalaringizni hech qaysinisi qattiq yopilmasin. Aytganingiz kelsin aka, tencerini sog' bo'lsin. Amin, amin. Xizmat bo'lsa, qilib ustadan berib yubordik. bo'ldi Qo'shnilarim ko'rib, nomeri bor deb o'tishib ketyapti, bor dedim. Zakatlar tushib qoladi, xudo xolisa o'zingizga pryamoy chiqishadi. aloqa chiqaverasiz. Ukam bor Namanganda, shuni telefon qilaman, kilo o'lchab ketadi deb bemalol xohlagan mahalingizni aytaverasiz, aka. Bo'ldi, inshaalloh, xudo xolisa. Bo'ldi, maqsad shu. Oka ko'p bo'lish maqsad, aka. Ishni tagiga juda chiroyli chiqqan, xudo xolisa. Bo'ldi, xudoga shukr. Zo'r o'ylagandan ham zo'r. Xudo xolisa. Yo'lingiz sog' bo'lsin. Gap yo'q, aka. Boshqa duolarni qilib qo'ydi, duolarni qilib jo'natdik. Tenjonlar sog' bo'lsin, aka. Rahmat. Ajilarga borganda o'chib yo'ping, aka. Bo'ldi. Shu tomonga yo'lingiz tushsa, bemalol kirib, bir pilla choy ichib, damda olib ketaverasiz. Eshik doimo ochiq. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, aka. Xo'p. Bo'ldi, rahmat aka, sog' bo'ling aka. Xo'p, aka. Xo'p. Xo'p, charchamang. Xo'p, aka. Xo'p. Mana bir yana mijozimiz gaplarni o'zgarishtirdi. Dadalar ancha duo qilibdilar, xudo xolisa. Hammadan inshaalloh hamma klientlarimizga duolarni olib, eshigingiz hech qachon qartiq yopilmasin deb duo qilibdilar, xudo xolisa. Duoni olib, sifatli qilib ishlarni bajaramiz. Kuzatib turasizlar, sog' bo'linglar, charchamani. Biz esa pulzator oshxonasi bilan o'rgandik. Hozir oshxonasini tashlagan chiqib ketyapmiz magazinga. Sog' bo'linglar, charchamani.